do'kondagi qarzlarni mijoz qarzlari orqali boshqarishingiz mumkin. Bill tizimida siz qarzni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Uning uchun siz savdo paytida har bir mijozni kiritib borishingiz kerak. Masalan, mana 20 ming so'mlik chekimizni mana bir mijozga bog'laymiz. Uning uchun mijozni qidirib topamiz yoki yangi yaratamiz. Qidirib topganimizdan so'ng biz to'lovga o'tganimizda eng pastimizda bizda qarz degan tushunchamiz bor. Shu qarzni tanladik. Qarz tanlagandan so'ng qachongacha degan savolga javob beramiz va ma'lum bir tavsif qo'shib qo'yishimiz mumkin. Masalan, qo'shni va qarzga berdik. Undan so'ng to'lash tugmasini bosdik va bizda chek amalga oshdi. Endi shu tranzaksiyani hisob-kitobini yuritish uchun bizga menyuda mijoz qarzlari degan funksiya kerak bo'ladi. Mijoz qarzlariga o'tganimizda biz har bitta qarzdorimizni boshqarishimiz mumkin. Bu yerda siz muddati o'tgan, to'langan, qisman to'langan, to'liq to'langan cheklarni barchasini ko'rish imkoniyatingiz bor. Agar kundalik kim to'lov qilayotganligini ko'rmoqchi bo'lsak, to'lovlarga o'tamiz va bu yerda biz umumiy 27-sana kuni masalan to'langan qarzlarning ro'yxatini ko'rish imkoniyatimiz ham bor. Endi qarzlarga o'tadigan bo'lsak, bu yerda qizil bilan belgilangani bu hali to'lanmagan, yashil bilan belgilangani bu to'lanib bo'lgan qarzlar bo'ladi. Agar sariq bilan belgilangan bo'lsa, bu muddati o'tgan qarzlar hisoblanadi. Endi mana bir qarzni yoki umumiy qarzdan qutulish uchun bizga mana shu knopka yordam beradi. Shu yerni o'zida siz kerakli mijozni qidirib topasiz yoki tanlab olasiz va qaysi to'lov turi bilan sizga to'lov amalga oshirilganligini belgilaysiz. Masalan, karta. Shu yer o'zida belgilaymiz. Masalan, 10 ming so'm to'lashdi va saqlashni bosdik. To'lash tugmasini bosganimizdan so'ng shu mijozning qarzidan 10 ming so'm kamayadi va shu mijozning umumiy qarzi sizga 10 ming so'mligini ko'rishingiz mumkin. Har bitta qarzni ichiga kirganingizdan so'ng siz umumiy qarzlar tafsilotini ko'rishingiz mumkin. Qarz tafsilotlariga o'tadigan bo'lsangiz, sizda bu yerda umumiy summasi ko'rinadi, qachon berilganligi, qachon tugatilishi kerakligi va qo'shimcha ma'lumotlar ham bor. Shu yer o'zida xohlasangiz to'lash qiling va to'lovni amalga oshiring. Qarzdorlarni boshqarish uchun siz umumiy statistikani ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda siz umumiy qarz summasini, tizim bilan to'langanligi yoki qolgan qarzni summasini ko'rish va undan tashqari umumiy qarzdorlar soni, nechta qarz qoplanganligi, nechta qarzning muddati o'tganligini ko'rishingiz imkoniyati ham bor. Shu bilan birga siz qarzdorlar bilan to'laqonli ishlash imkoniyatingiz bo'ladi. Tranzaksiyalarga o'tganingizda sizga alohida statistikada o'sha kuni to'langan qarz to'lashlarini ko'rish imkoniyatingiz bor. Naqd orqali, karta, Uzkart va boshqa to'lov turlari orqali to'langanligini ham bilishingiz mumkin. Shu funksiya orqali siz do'koningizdagi barcha qarz holatlarini Bill tizimida yuritishingiz mumkin. Bu yerda sizga barcha mijozlar va mijoz qarzlari yordam beradi. Do'konda qarz tizimini yo'lga qo'yganingizdan so'ng sizda ko'chada qancha pul borligini va ularni boshqarish imkoniyatingiz ham bo'ladi.